Juda ko'p kommentariyalarda muhokama bo'lgan lesnisamiz bu. Bundan 10 kun oldin shu zinamizni videosini qo'ygan edik. Kommentariyalarda yozishdi, bu uyga qandoq qilib kirishadi, ya'ni plashatkasi bir xona uyga bo'lib qolibdi-yu deb aytishdi. Biz bu yerga tushganimizda zinani bu yoqdan qilaylik. O'shanda ikki xona uyga ham chiqish bo'ladi. Ikkita uyga plashatka qilib beramiz deb aytganimizda uy egalariga yoqmagan edi. Bu yoqdan chiqadi fasondagi zina. Bu uyni eshigini yopib oladigan bo'lishdi, narigi uydan kiradigan bo'lindi. Uyda arz qilishdi. Sizlarga zinamizni razmerlarini tushuntirib o'taman. Zinamizni balandligi 2.50, 30 dan va 15.8 dan tikkaligi bo'lgan. Tepasida 2 kvadrat monoliti bor, ili bu yoqda bitta ustun stokasi bor. Bu yerga arka ham tushar edi. Arka qo'ygani uy devorlar xomush bo'lgani uchun biz arka qo'yishni tavsiya bermadi, o'shaning uchun bitta stoka qo'yib berdi. Zinamiz обычный, oddiy fasonda bo'lgan zina. Andijonda, Andijon viloyati Sharxon tumanida qilingan lesnisamiz bu. Zinamiz juda ham chiroyli bo'lgan. Mana albatta razmerlari va qirralari bilan ko'rishib tanishib o'tishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borishda davom etinglar. Shu bizni qilgan ishimiz bo'ladi. Bu eng oddiy fasondagi zina bo'ladi. Albatta biz qayerga borsak ham uy egalarini fikrlarini inobatga olgan holda lesnitsa tayyorlab beramiz. Biz o'zimiz taklif bermaymiz. Uy egalarini aytgan zinalarni tushirib beramiz. Hop, bu yoqda ham bitta lesnitsamiz bor edi. Uni sizlarga oldinroq aytib o'tgandim. Bu yerda fasoni bunaqa bo'lishining sababi bu yerda 3 xona uy bor ekan. 3 xona uyga bir xona uydan kirmaylik deb, shuning uchun bu yoq zinasi bitta chiqasiz, bitta plashatka ili tepaga chiqish bo'ldi. Asli bu yoqqa ham shunaqa zina qilsa bo'lar edi, lekin uni uy egalari xohlashmadi. Iloji yo'q, bu yoqqa baribir o'sha biz aytgan zinani qo'ydik. Bu zinamizni hali qo'yganimiz yo'q, tayyorlab bitkazdik. Inshaalloh ertaga zinamizni qo'yamiz. Qo'ygandan keyin ham albatta video qilib qo'yamiz sizlarga. Hozir zinamizni polni tepadan ko'rinish holatini ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p, zinamizni tepadan polni ko'rinishi ozgina qiyinroq bo'lsa ham sizlar uchun qo'shni devoriga chiqib video olishga majbur bo'ldik, chunki pastda umuman imkoni bo'lmadi zinani polni ko'rsatishga. Bu zinamiz ham balandligi 2.50, 16 ta uspenka tushgan. Uspenkamiz 15.8 ga, oyoq qo'ygan 30 dan bo'lgan. Buni tepada 3 kvadrat, ili pastda 1 kvadrat monoliti bo'lgan. Zinamiz juda ham chiroyli chiqqan, albatta uy egalariga yoqdi. Ikkala fasondagi zina ham. Buni quyib bo'lib, buni apalkasini bunga ko'chirib oldik. Hop, sizlardan shuni so'rab qolardik, agar ikkita zinani bo'lsa, vodiy territoriyasida ikkita shunaqa katta-katta zinalaringlar bo'lsa, bittasini quyib, ikkinchisiga apalkasini o'zimiz yechib ko'chira olamiz. Ikkinchisini quyib ketganimizdan keyin apalkasini o'zingizlar yechib olasizlar. Sababi biz ishda bo'lib qolsak, lavz qilingan kunga yetib kela olmay qolsak, sizlarga ozgina lavsizlik qoladi. Shuning uchun bitta zina bo'ladigan bo'lsa, apalkasini biz yechmaymiz, chunki buni apalkasini yechish 1 soatlik ish. Shuning uchun uy egalari o'zlari yechib olishadi. Lekin ikkita zina bo'ladigan bo'lsa, uy egasini ko'p rasxodga tushirmagan holatda bitta zinaga taxta oldiramiz va ikkinchi zinaga o'zimiz yechib ko'chirib o'tamiz. Ikkinchi zinadagi apalkani o'zlari yechib olishadi. Armatura zinamiz eni 1.10, 8 qator armatura tashlaganmiz. Ikkitadan divayni qo'shib borganmiz. Bunga ham ikkita stoka qo'yib berdi. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bo'ylab bemalol telefon qilaverasizlar yoki bir maslahat kerak bo'lsa, yo bir zina qildirmoqchi bo'lsanglar, qanaqa zina qildirish haqida o'ylab yurgan bo'lsanglar ham telefon qilib bemalol maslahat olishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz sizlarga. Bizani kuzatib borishda davom etinglar. Ishlarimiz sizlarga manzur bo'lsa,
like, podpiska, komment tashlab qo'yishingizni iltimos qilib o'tamiz. Barchalarga xayrli kun, kuningiz yaxshi o'tsin. Yaxshi kayfiyat hammangizga hamroh bo'lsin. Charchamanglar.